Gryja, protruziya, osteoxondroz qiynabordimi? Bugun maxsus mashqlar bilan uni og'rig'ini qoldiramiz. Assalomu alaykum sog'lomlarim. Bugun sizlar bilan Sabina Po'latova, yoga terapevt. Albatta mashqlarni diqqat bilan eshitinglar, to'g'ri bajaringlar. Chunki bunaqa muammolar bilan biz to'g'ri harakatlar bilan davolaymiz. Hammasi o'zi osteoxondrozdan boshlanadi. Agar shu mashqlarni qilinsa, hech qachon protruziya, gryja bo'lmaydi. Agar o'zi protruziya bo'lib qolgan bo'lsa, gryjaga o'tib ketmaydi. Gryja bo'lgan bo'lsa, og'riqlarni qoldiradi. Kelinglar mashqlarni birga bajaramiz. Birinchi mashqimiz koshka korova. U bizani umurtqamizni yumshatib, qizdirib beradi. Bu razminka. Oldinga o'tib ketamiz. Tizzala tos kengligida, qo'llarimiz yelka kengligida, o'rta barmoq to'g'riga qaraydi. Katta ochamiz barmoqlarni va har bir barmoq yerga itaradi va podushkalar bilan butun kaft bilan yerga itaramiz. Shunda bilagimiz og'rib qolmaydi. Tirsaklarni tashqariga o'giramiz. Belni tashlab yubormaymiz. Bel juda ham yomon ko'radi, излишний прогибni. O'tda tos chanoqni tortib, qornini tortib turamiz. Belni tashlab yubormasdan yurak oldinga nafas olamiz, korova. Nafas chiqaramiz, yerga itaramiz, koshka. 1 sekund korovada qolamiz, nafas oldik. Nafas chiqarganda yerga itaramiz, koshka. Koshkada ham 1 sekund qolamiz. Ko'krak qafasi ochilganda nafas oldik. Nafas chiqardik, kurayli osmonga. Yana 2 marta bajaramiz. Umurtqamiz qizib oldi. Bu mashq juda ham universal mashq. Butun endokrin tizimga ham yaxshi ta'sir qiladi. Gormonlarga juda ham zo'r mashq. Buni bemalol 15 marta bajarsa ham bo'ladi. O'ng qo'lni ko'taramiz. Tos chanoqni tortib turib, o'zimizga chap oyoqni ko'taramiz. Belni ichiga kirgizib, oyoqni tepa ko'tarish o'ynamaymiz. Tos chanoqni tortdik. Shunda mushaklar yoqildi. His qilyapmiz, qaysi mushaklar yoqilganini. Shu holatda turamiz. Boshimizni tashlab yubormaymiz, bo'ynimiz umurtqa davomi. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. 5 sikl nafas turamiz. Butun kaft bilan yerga itaramiz. Yelka osilib qolmadi. Yerga yaxshilab itarib turamiz. Tizza ham yerga itaryapti, butun umurtqa bir liniyada. Bo'yinni siqib qo'ymaymiz. Pastga qarab turavergan yaxshi. 5 nafas turdik. Boshqa tomonga. Yana tos chanoqni tortdik. Yaxshilab shu holatda belni ushlaymiz. Bel ichiga, belni yerga tashlab yubormaymiz. Tortib turamiz, qornini ham tortib turamiz. Chap qo'l endi o'ng oyoq. Даже o'zingiz sinab ko'ringlar. Belni tashlaganda qanaqa mushaklar o'chishni boshlaydi, hech qanaqa mushaklar ishlamayapti. Tos chanoqni tortganda qanaqa включаться qiladi mushaklar. Bu tomonga ham necha sikl naryoqga turgan bo'lsa, nargi qo'lga, nargi oyoqga. Bu tomonga ham shuncha vaqt turamiz. Simmetriya bilan bajaramiz. Qo'lni churdik. Oyoqni ham chuqur nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Endi yerga yotib olamiz. Umurtqani atrofidagi mushaklar bilan ozgina ishlaymiz. Qo'llarni cho'zdik. Shu holatda albatta diqqat bilan qaraymiz, bo'ynimizni siqib qo'ymaymiz. Bo'yindan ko'p qon tomirlar o'tadi. Bu bosh og'rig'i berib mumkin. Shuning uchun albatta ensamizni uzaytiramiz. То есть затылок удлинять qilib pastga qarab turib qolinglar. Keyinchalik уже bo'yinni напрягать qilmasdan to'g'riga qarashni o'rganasizlar. Hozircha pastga qaraveringlar. Qo'llar va oyoqlar yerdan uziladi. Tizzalar tekis. Bo'yinni siqib qo'ymaymiz. 5 sikl nafas olamiz.
qo'yib, peshanamizni yerga qo'ydik. 3 подход qilamiz. Buni ozgina dam olib. Dahanimiz o'zimizga tortganda bo'ynimiz tortiladi, sal dam olib ulguradi. Bitta ko'proq bo'yin charchaydi. Butun umurtqa ishlayapti, lekin ko'p напряжение bo'yinga ketib qoladi boshida boshlaganlar. Qo'llarni cho'zdik, oyoqlar tizzala tekis, yana ko'tardik. Besh sikl nafas oldik, yana qo'llarni taxlab, ozgina dam olamiz. Yotganimiz o'zida sirazu hamma yog'imizni bo'sh qo'yib, charchoqlarni yerga oqizib yorib, chuqur nafas olib, chuqur nafas olsak, yurak sirazu tinchlanadi, nafasimiz rostlanadi. Yana qo'llarni cho'zdik, ensa uzun, oyoqlar tekis. Uzildi yerdan qoldik. Молодцы. Yana qo'llarni taxladik, dahanimizni o'zimizga tortdik. Отлично. Sekin turamiz. Bola pozasiga o'tib ketamiz. Bu yerda bola pozasiga o'tayotganda go'yoki qo'shqa qilayotgandek. Prям bukchayib, o'sha ishlagan mushaklarni cho'zib olishimiz kerak. Butun umurtqa bo'ylab mushaklar hozir juda напряженный. Cho'zdik. Boshimizni qo'yayotganda yaxshilab dahanimizni o'zimizga tortib, soch o'sgan joyini yerga qo'yamiz. Turib olib, tizzalarni ilib olib, yana ham orqaga o'zimizni cho'zamiz. Iyak o'zimizga tortdik, prям orqaga kimdir tortib ketayotgandek. Prям bu yerda bukchaysa bo'ladi. Mushak ishlagandan keyin albatta kompensatsiya kerak. O'tirib olamiz. Ko'pincha oyoqga beradi og'riqlar. Shuning uchun birinchi umurtqani tekislab olib, bitta oyoqni tekislab olsak bo'ladi. Ikkinchi oyoqni o'girib qo'yamiz. Tizzani tepasida to'pig'imiz oyoqni buklashni boshlaymiz. Shu holatda o'zi og'riq bo'lyaptimi, umurtqa tekis. Shu holatda qolish kerak. Yoki nafas olamiz. Nafas chiqarganda yana o'zimizga tortamiz. Yana nafas olamiz. Nafas chiqarganda yana tortdik. Bo'ldi, o'zi og'riq bor, o'zi tortilish, yoqimli tortilish bo'lsa, qolamiz shu holatda. Menda o'zi ancha bo'shashgan, o'shanga bemalol yana ham yaqinlashtira olaman. Chuqur nafas olamiz. Любой упражнениеda, любой holatda chuqur nafas olsak, shu holat o'zimizniki bo'lib qoladi. Miya tinchlanadi, qo'yib yuboradi tortilishlar. Butun diqqatimizni o'sha tortilayotgan joylarga olib borib, qo'yib yubordik, boshqa oyoq. O'girdik, tagida oyoqni bukladik. Bo'ldi, tortilish bo'lsa shunday turib turamiz. Kim qanaqa qila oladi, o'sha yaxshi u uchun. Nafas oldik, nafas chiqardik, yana buklab ko'ramiz. O'zi bir pas turib, o'zi qo'yib yuborishni boshlaydi, o'shanga sekin-sekin nafas chiqarib, o'zimizga tortursak bo'ladi. Shuning uchun 3-5 nafas bir holatda turib, bir pas turib, bemalol yaqinlashtira olamiz. Mana shu kirishib qolgan mushak sippochkasi тоже nervni siqib qo'yadi. Shuning uchun og'riq oyoqga beradi. Bu sedal nervi siqilishi uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Juda ham yoqimli tortilish. Отлично. Oyoqlarni cho'zamiz.
oldinga engashamiz. Bu yerda tizzalarini bukmaslikka harakat qilinglar. Agar mana men boshida yogani boshlaganimda shunaqa o'tira olmaganman, orqaga ketib qolardim. Xuddi shunaqa holatda bo'layotgan bo'lsa, orqaga tashlab yuborayotgan bo'lsa, tos unda orqadan yerni itarib, umurtqani tekislab shu holatda o'tiramiz. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, sekin oldinga engashib boshlaymiz. Oldinga engashganda oyoqlar birga, agar, конечно, qorin bo'lsa, kengroq qo'yib tursa bo'ladi. Keyinchalik agar yogani muntazam qilsangiz, qorin ketadi. Oyoqlarni birga tegimiz bilan mana shu sedal suyini his qilyapmiz. Sedal suyi orqaga itaradi. Yerni orqaga itardik. Tortilish bo'lsa shu holatda qolamiz. Nafas oldik. Nafas chiqarganda 1 millimetr o'zimizni chuqurlashtirishga harakat qilamiz. Tekis umurtqa bilan. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Bo'ldi, agar bukchayish boshlanayotgan bo'lsa, umurtqada shu holatda qovuramiz. Atak chuqurlashishga harakat qilamiz. Bo'ldi, tortilish kuchli bo'lsa, shu holatda ozgina turamiz. Nafas olamiz. Ko'zimizni yumib, butun diqqatimiz shu tortilayotgan joylarda. Yana chuqurlashib ko'ramiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Bo'ldi, dalish ketmayotgan bo'lsa, shu teparoq qovuramiz. Tepa qismimizni bo'sh qo'yamiz. Agar kimda rastяжка yaxshi bo'lsa, bemalol pastgacha engashib, tepa qismimizni tashlab qo'yamiz, lekin yelkalar osilmaydi. Yelkalar joyida, bo'yin uzun. Просто boshimizni tashlab qo'yamiz. Bo'ynimiz напряженияsiz, yumshoq, boshimiz og'ir tashlab qo'ydik. Kimdir teparoq turibdi, kimdir pastroq. Tizzani orqasida kuchli tortilish bo'lsa, bemalol bunday teparoq turilaveradi. Yana ham oyog'imizni uchini o'zimizga tortib, yana ham iyagimizni o'zimizga tortamiz. Bu ham his qilasizlar, shu tortilish yana ham kuchaydi. Qo'yib yubordik. Mashqlar tugadi. Mana ko'rdinglarmi, ko'p vaqtinglarni olmadi. Muntazam albatta bajarib yuringlar. Bitta narsani eslatib o'tib ketaman. Bu mashqlar yetarli emas. Grijani umuman davolab yuborishga. Bu profilaktika uchun juda ham yaxshi. Agar grijadan butkul qutulmoqchi bo'lsangiz, operatsiya, dorilarsiz, men qutulganman. O'zim boshimdan o'tkazganman. Qanaqa usullar bilan bu grijadan qutulganman, buni Baxtli men loyihamda o'rgataman. Butun tana bilan ishlaymiz. Nafaqat grijani og'rig'ini qoldiramiz, balki grija chiqish sabablarini ham yo'qotamiz. Grija diska joyiga kelib, so'rilib, yo'g'ib ketadi. Soppa sog'lom umurtqa bilan hayot kechirasizlar. Agar Baxtli men loyihamga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, mana ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlar bo'yicha Telegramdan yozinglar yoki yopiq Telegram kanalim bor. Unga o'tib, pastiga mana shu videoning tagidagi silka bo'yicha o'tib, sog'lig'inglardagi muammolarni yozsanglar bo'ladi. Shunga qarab men tavsiyalar beraman. Mana shu mashqlarni muntazam bajarib yuringlar. Yoga qilib, kundan kunga sog'lomlashib, 100 yoshgacha aktiv hayot kechirib yuringlar. Kuninglar xayrli bo'lsin. Keyingi videogacha o'tkazib yubormanglar yangi videolarni. Xayr.